Barchalarga assalomu alaykum. FC Mobile'ga Yutoti va Braziliya eventlari keldi. Hozir biz open pack qilib ko'ramiz. Qani ko'ramiz. Bizga bitta bo'lsa ham 117 o'yinchi tusharmikin. Sizlar esa videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bo'lmasam biz boshladik. Xo'sh, birinchi bo'lib endi mashpakdan ochib ko'ramiz. Xo'sh, bu yerda Usmon Dembele statiskalari вообще zo'r. Dashmash birinchisidan уже bitta normalniy o'yinchi uchib bersa lekin вообще zo'r bo'lardi. Lekin bu yerdan yurgani yo'q. Xo'sh, ikkinchi Yutoti 2. Bu yerda Van Dijk, Mbappe, Vitinha, Pedri, Donnarumma bor. To'rtta aykonda Gullit, Maldini, Cafu, Pirlo. Xo'sh, Gullitga endi bitta taktika qilib ochib ko'ramiz. Xo'sh, birinchisi. Bu yerdan ham yurmadi. Davay, endi yana taktika qilamiz. Bitta normalniy o'yinchi ochib bersa lekin вообще zo'r bo'lardi. Mana shundan bu yerdan ham yurgani yo'q. Даже ochko ham bermayapti hozir. Faqat tushgan o'yinchi tushyapti bizga. Oxirgisi yurmadi. Bundan ham yurmadi. Xo'sh, bizda hozir yana olmoslar bor. Hozir bularga endi yana draft tokendan olamiz. Xo'sh, Yutotidan hozirchalik olmay turamiz. Mana shundan olib turamiz. 5 ta dona, keyin Yutoti draftidan bitta olamiz. Xo'sh, bundan 5 ta oldik. Endi Yutoti draftidan bitta olib turamiz. Xo'sh, bundan ham oldik. Xo'sh, endi biz sostavimizni bitta bot qilib turamiz. Sostavni вообще bot qilamiz. Xo'sh, mana biz уже sostavimizni bot qildik. Endi esa paklarni ochishga o'tamiz. Bu yerda Yutoti yana bitta taktika qilib ochib ko'ramiz. O'shanda normalniy o'yinchi tushadi deb o'ylayman. Xo'sh, Dembelega yana taktika qilamiz. Normalniy o'yinchi tushib bersa вообще zo'r bo'lardi. Xo'sh, lekin bu yerda yurgani yo'q. Bizga tushgan o'yinchi tushyapti 110. 110 o'yinchi bizga hozir kerak emas. Bu yerda draft 7 ta bor ekan. Bu yerdan ham taktika qilib ochib ko'ramiz. Xo'sh, Cafu. Davay Gullitga taktika qilaylik. Gullitga normalniy o'yinchi bersin. Yurgani yo'q. Lekin hali yurgani yo'q. 111 o'yinchi. Qachon bitta Pirlo bersa zo'r bo'lardi. Pirloni ber, iltimos. Pirlo. Pirlo. Xo'sh, bu yerdan ham yurgani yo'q. 108 o'yinchi. Nima bu? Hajaba match o'yinchini bersin. Yo'q. Buni ham bermadi. 111 o'yinchi. Cafu bizga kerak emas, chunki bor. Bot o'yinchi. 112 yildiz. Tak, bitta ochamiz. Bu yerdan bizda yuradi. O'sha garantiya to'ldi. Tushgan o'yinchi lekin yuradi. Hop. Sabr. Kim bu? 113. Bu o'yinchi ham bizga kerak emas hozir. 113. Ya'ni ikkita qopti. Mana shu ikkitani ham hozir ochaveramiz. Davay, bitta 116 yo'qida 117 o'yinchi ber FIFA davay. Vay daling, gingadan ochmoqchi edim-ku men.
Mayli, davay, mana shu oxirgisini bitta gingaga ochaylik. Bundan ochish esdan chiqib qopti. Bu yoqdan ham yurgani yo'q. Xo'sh, bo'ldi, bu yoqdan chiqamiz endi. Xo'sh, endi biz extra time ochamiz. Xo'sh, bu tekinligini endi bitta ochib qo'yaveramiz. Bu yerda mintani olamiz. Bu yerda kerak bo'ladi. Bizning extra time'imizda 100 minta bor. 100 mintaga hozir biz Star Scout ochamiz. Star Scoutdan bitta 115 o'yinchi olib chiqib ketishimiz kerak. 115 yoki 114 o'yinchi olamiz hozir bu yerdan. Xo'sh, over 113. Sraz almashtirib yuboramiz. Bizga kerak emas bu 113. Xo'sh, bu yerda davay. Endi mana shu burchakdan boshlaymiz. Sotilmaydigan chiqdi. Davom etamiz bu yerda. Bu yerda 114 o'yinchi. Yaxshi. Bitta vinini bersa, lekin вообще zo'r bo'lardi. Vinini ber, iltimos. Setta. Mayli, davay, davom etaylik. Agar normalniy o'yinchi bo'lsa, olamiz, bo'lmasa yo'q. Leroy. Real Madrid. Yaxshi, buni olib qo'yish kerak. Kerak bo'lib qolishi mumkin. Buni olib qo'yaveramiz hozirchalik. Buni olib qo'yaveramiz. Xo'sh, endi yana davom etaveramiz. 72 minta qoldi hozirchalik extra time'imiz. Xo'sh, sotilmaydigan. Davom etamiz bu yerdan. 113 o'yinchi. 113 bizga kerak emas, lekin xo'sh. Davay, bitta 115 chiq, 115. Setta. Davay, Ronaldo Nazario yoki Raul. 114. Yana Settaga 114 o'yinchi. Davom etamiz. Sotilmaydigan. Bu yerda kim? Totti bizga kerak emas. Xo'sh, lekin Ronaldo yoki Messilar bor. Mayli, qani bitta ochib ko'raylik. Agar Ronaldo yoki Messi bo'lsa olamiz. Bu yerda lekin Holland bizga kerak emas, lekin Holland kerak emas. Endi yana davom etaveramiz. Biz yana 114 yoki 115 o'yinchi olishimiz kerak. Sama. Davom etamiz. 113. 113 o'yinchi kerak emas. O'tkazib bu yerda. Xo'sh. Bu yerda. Leva, davay, Vinini ber. Vini yoki Ribery. Vinini bersa, lekin вообще zo'r bo'lardi. Sotilmaydigan. Davay, iltimos, Vinini ber. Vini. 113. Вообще kerak emas. Xo'sh, bizda hozir yana 50 minta qoldi. Bitta 114 yoki 115 o'yinchi bersa zo'r bo'lardi. Setta yana. Davay, Raul yoki Ronaldo Nazario, iltimos. 113 o'yinchi. Вообще kerak emas-ku bizga hozir 113. Xo'sh. Bu yerda yana davay 113. Yana 113 chiqadi. Birinchisidan o'sha 113 lar chiqadi. Davay, 114 chiqsa, lekin olardim. 114. Setta kim ekan bu, davay? 114. Yaxshi. Endi bunga davom etamiz. Sotilmaydigan, agar sotiladigan bo'lganda, lekin вообще zo'r bo'lardi. Leroy. Bu buni olamiz. Yaxshi. Yomon emas. Вообще zo'r. Bizda o'sha 17 minta qoldi o'sha.
3 mingtani bekor aylantiraman. Mayli. Endi bularga 4 mingtaliklardan ochaveramiz bo'ldi. 4 mingtaliklardan ochaveramiz. Xo'sh. 110. 4-onchisini olamiz, chunki 3 mingtaga bular ketadi. Onalarni olsak 2 mingtaga ketadi. 112. Davay mashtam 114 Ronaldoni ber. 114 Ronaldo yoki Rafinha. Xo'sh. Buni olamiz. Yana bitta ochsak bo'ldi ekan. Bitta ochsak bo'ldi ekan. 108. 108. Mayli. Mayli. Ha bo'ldi. O'sha mingta qoldi. Xo'sh, endi bu yerdan biz olgan o'yinchilarimizni olamiz. Hop, sati, giroy 114. 114 yaxshi. Xo'sh, endi bu yerdan biz bularni bunaqa olamiz bo'ldi. Glorious Eras. Bu yerdan hali berishiga bor. Xo'sh, endi bu yerdan biz Pedrini almashtirib yuboramiz. Pedrini berib 3 ta 115 o'yinchini berib yuboramiz. Ham uni solishtirganda u Pedri bilan u Totidagi Pedrini statistikalari ancha yaxshi u Totidagi Pedrini. Shuning uchun berib yuboramiz 3 ta 115 o'yinchini. Biz 116 Pedrini olamiz. Normalniy o'yinida statistikalari вообще zo'r. 116 Pedri. Yaxshi. Xo'sh. Endi Pedrini biz safimizga qo'shib olamiz. Xo'sh. Bu yerda Kuyd yoki Xabi Alonso. Tak, bu yerda biz Pedrini Xabi Alonso o'rniga qo'yadigan bo'ldik. Endi unga Pedriga o'tkazib olamiz. Yaxshi. Вообще zo'r. Lekin o'g'rimiz 121 bo'lmadi. 121 bo'lmadi. Xo'sh, buni endi 4-2-4 ga qo'yib qo'yamiz. 4-2-4 qana mana. Bo'ldi. 4-2-4 ga qo'yib qo'yamiz. Pedrini bu yerga. Xo'sh, Alovarin. Lucio tepada bo'lib qopti. Uni xo'sh, Alovarinni qo'yib qo'yamiz. Alovarin va 120. Lekin 121 bo'lgani yo'q. Xo'sh, bolalar, videomiz ham shu joyda tugaydi. Agar sizlarga bu video yoqgan bo'lsa, bu videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga xayr.